Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar, Alloh subhanahu va taologa shukronalar aytishimiz kerak. Bugun yana bizni dunyoga keltirishga sababchi bo'lgan buyuk zotlar haqida suhbat qilmoqchimiz. Kimni uyida ota-onasi bo'lsa, u dunyodagi eng baxtli inson, u dunyodagi eng badavlat inson. Mayli yoshingiz katta bo'lsin, mayli o'zingizni bir qancha farzandlaringiz bo'lsin, mayli yura olmaydigan, uyda jimgina bir chekkada o'tiradigan mushtipar onangiz bo'lsa, siz dunyodagi eng baxtli odamsiz. Yordam berishga qodir bo'lmagan, qo'llari qaltirab turadigan, yuzlari tirishib ketgan, oppoq soqollari o'sib, qaddilari bukilib qolgan, sizga hech narsa qila olmaydigan, ko'zlari xiralashib qolgan bo'lsa-da, sizga mehr ila boqadigan otangiz bormi? Siz dunyodagi eng baxtli farzandsiz. Ularning xizmatini qilish kerak. Azizlar, ota-ona farzandini cheksiz yaxshi ko'rar ekan. Nihoyatda yaxshi ko'rar ekan. Ulardan ajralishlikni o'zlari uchun eng og'ir musibat deb bilar ekan. Hazrat Umar radhiyallohu anhu davrlarida Umayya degan bir sahoba yashaganlar. Bu sahobaning yoshlari ulug' bo'lib, o'z kampiri bilan birga hayot kechirib, uni yolg'izgina bir o'g'li bo'lgan. O'g'lining ismi Kilob edi. Bu sahoba radhiyallohu anhu o'g'li Kilobga nihoyatda muhabbat qilgan edi. Chunki o'g'il ular bilan birga ovqatlanar, ularning qo'ynini olar, ularning xizmatini qilar, ayniqsa otasining yuziga termilib o'tirar, nima xizmat aytsa joni dili bilan bajarar edi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu davrida ko'p urush bo'lgan, dushmanlar ko'p hujum qilgan. Kilobning qancha do'stlari vatanini, yurtini, dinini, iymonini, oilasini himoya qilmoq uchun urushga ketib qoldilar. Kilob esa qari ota-onasining oldida qoldi. Ba'zan o'ylanar, men ham ketsam, balkim shuni orqasidan yurtimni himoya qilib savob olsam, jannatga kiramanmikin deb Kilob jannat orzusiga oshiq bo'ldi. Va oxir oqibat Hazrat Umar radhiyallohu anhu da oldilariga bordi. Ya Amiral Mu'minin, meni ham urushga yuboring, meni ham chegaraga yuboring, men ham yurtimni, iymonimni, vatanimni himoya qilay, ajr olay, mukofot olay dedilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu Kilobga qarab, ota-onang hayotmi dedilar. Ha dedilar. Ularning kerakligicha xizmatini qildim ya Amiral Mu'minin, ruxsat bering dedilar. Unda ulardan rozilik olib kel dedilar Amiral Mu'minin.